2026 yilgi Chevrolet Matiz shahar ichida qulay harakatlanish va ixcham olchamlari bilan ajralib turadi. Ushbu avtomobil oddiy hajmli transport vositasini izlaydiganlar uchun jozibali tanlov bo'lishi mumkin. Ichki makoni kichik bo'lsa-da, dizayni zamonaviyroq, ergonomik jihatdan foydalanuvchiga yoqimli qilib ishlab chiqilgan. Tashqi tomondan qiyinliksiz to'xtash imkoniyatini yaratish uchun ikki qatorlik lampalar va silliq chiziqlarga ega. Harakatlanishda yo'llarning shovqini ichkariga kam kirishi yoqimli jihat bo'ladi. Bu esa kundalik foydalanishda stressni kamaytiradi. Texnik jihatdan avtomobilning motor opsiyalari ancha oddiy, past sigimli benzinli birliklar bilan keladi. Bu esa yonilg'i sarfini pastroq qiladi. Masalan, bir avvalgi versiyalarda 8 litrlik 3 silindrli motor qo'llanilgan va kombinatsiyalangan yo'l harakatida 5,2 kimgacha yoqilg'i sarfi qayd etilgan. Ushbu tipdagi dvigatel kichik hajmdagi shahar avtomobili uchun mos bo'lib, asosan kundalik yurish-turar uchun qulay. To'liq 2026 yil modeli uchun yana bir nechta texnik yaxshilanishlar kutilmoqda. Masalan, tortishish tizimi va xavfsizlik vositalari yangilanishi mumkin. Ultimate Spets 2. Ichki xonaga nazar solsak, Matiz orta kattalikdagi bagaj va tort, 5 kishilik oilaga yetarli seating bilan ta'minlangan. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk hajmini oshirish mumkin bo'ladi. Tartibli instrument paneli bilan foydalanuvchi interfeysi oddiy ammo funksional. Havoni sovutish, elektr oynalar va ba'zi modellarda multimedia ekranlari ham mavjud. Komfort jihatdan u o'z sinfida yetarli ekanligini ko'rsatadi. Xavfsizlik tarafidan kichik avtomobillar uchun standart jihatlar mavjud. Old va yon to'qnashuvga qarshi yostiqlar, ABS tormoz tizimi va boshqa bazaviy funksiyalar kiradi. Pastroq narxlardagi versiyalarda ba'zi zamonaviy yordamchi tizimlar cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tanlashdan avval variantlar va qo'shimcha paketlarni tekshirish muhim. Avvalgi versiyada EuroNCAP 3 yulduzli baholash olgan. Ultimate Spets 1. Shuningdek, bunday ixcham avtomobil shahar ichida manevr qilish, tor joylardan chiqish va past yoqilg'i sarfi jihatdan juda foydali. Parklash oson, ekspluatatsion xarajatlari past bo'lishi ehtimoli yuqori. Biroq uzun safarlar yoki tezlikka moyil harakat uchun kuchliroq motorli sinflar tavsiya qilinadi. Avtomobilning minus jihatlaridan biri sifatida ko'proq fon shovqini, kengligi va yuk hajmining cheklanganligi aytilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Matiz shahar uchun mo'ljallangan, ixcham, yoqilg'i tejamli va oddiy dizaynli transport vositasi. Agar siz ko'p yo'l bosmaydigan, kunlik yurish-turar uchun zamonaviy va tejamkor avtomobilni izlayotgan bo'lsangiz, ushbu modelga e'tibor berishingiz mumkin. Videoning oxirida Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'ling, like bosing va bildirishnomalarni yoqing.